Bugungi manzilimiz shahar markazida joylashgan umumiy 3 xonadan iborat bo'lgan xonadonimizni obzorini ko'rsatgani inshaalloh keldik. Umumiy maydoni 105 kvadratdan iborat bo'lgan hammom, tualetlar alohida ko'rib turganingizdek pokiza holatdagi xonadonimiz. Xonadonimizda o'zining alohida isitish tizimlari mavjud. Barcha xonalar aboy qilingan, parket pol. Ko'rib turganingizdek balkoni umumiy kvadratga qo'shilmagan holatda. Kirish eshigimiz bu tarafda. Domimiz novostroyka hisoblanib 2020-2021 yilda qurilish tugallangan. Joylashgan joyi shaharda eng olifta, eng zo'r joylari, ya'ni eski Detka attesti shundoqqina oldida. Barcha qulayliklar mavjud. Shaharga bir qadam. Bu oshxona qismimiz. Bu kattagina spalni. Kattalar yotoqxonasi. Xonadonimizning bugungi kundagi bahosi 62 ming AQSh dollarida so'rashyapti. Inshaalloh sunnatiga go'zal holatda o't berishadi, xudo xolasa. Hammom polni kafel qilingan. Bemalol kirasiz, inshaalloh go'zal holatda yashagani, tayyor holatdagi uy. Qo'shimcha ma'lumotlar opisiyanida bemalol telefon qilib murojaat qilishingiz mumkin.